大家好，我叫买卖的驹马，清真寺哈皮夫。masjid Qashqar shahridagi eng cho'ng masjid, ham eng qadimiy masjidlardan biri. Men 2015-yili Aytga kelgandan beri hozirgacha shu diniy zotlarninki bilim olish jarayonida men yetaklab Qur'on o'rgatish, hadis o'rgatish, islom dinidagi ba'zi kitoblarni o'rgatish qatorliq ishlar bilan shug'ullanyapman. Mana bu meniki kundalik xizmatim. Men kelgandan beri masjidninki ichida ko'plagan o'zgarishlar bo'ldi. Masalan, mustahapxonamiz remont qilinib, muncha, issiq suv qatorliq aslahalar ravonlashtirildi. Tok, par, suv yaxshilandi. Masjidninki urdida Xonbozor ko'chasi bor. Kechqurunligi bozorda qiziydi. Yemaklikning hamma narsa ajoyib tepiladi. Mayli sayohatchilar bo'lsin, mayli biz bo'limi ajoyib ichirib, tamoq yeb chiqamiz. Men xalq qurultoyi vakili bo'lish sifatim bilan mening kundalik qiladigan xizmatim atrofimdagilarningki nima fikr borligini anglash va shularning fikrlarini to'plash orqali markazda rahbarlarning o'tirig'i qo'yish orqali ularning talabini hal qilish. Xalq qurultoyi deganimiz endi shu mamlakatdagi har millatdan tashkillangan bir qurultoy. Biz shu yig'inda har millatdan tarkib topgan shu vakillar bir yerga kelib, yurtimizning qanday qilsak gullanadi shu haqda biz muzokiralashamiz. Bu yil meningki bu yig'inga 8-qatim qatnashishim. Meni xalq ommasi demokratik asosda saylab chiqqan. Ularmo har qanday qiyinchilik bo'lsa tortinmayman deydi. Men ko'pincha olgan xabarimda bularning taklifi shu Urumchi, Qashqar, Xotin 3 liniyada yuqori sur'atli temir yo'l poyezdininki kelishini orzu qilar ekan. Davlatimiz bo'lsa shunda cho'ng. Bizning Qashqar bo'lsa davlatimizningki g'arb tarafiga joylashgan. Garchi diyorimizda aerodrom, temir yo'l, tosh yo'l qatorliq aslahalar to'liq bo'lgan bo'lsa-mu, xalq ommasi tez sur'atli temir yo'lninki shu diyorimizga kelishini orzu qilar ekan. Shu orqali boshqa joylardagilarni shu diyorimizga kelib sayohat qilish, tijorat qilish ishlariga bir o'ng'aylik tug'dirildi ekan. Mening nabram bu yil 11 yoshga chiqdi. Bir necha yildan keyin oliy maktab imtihon berdi. Agar yuqori sur'atli temir yo'l kelib qolsa, bolalarimning oliy maktabga berishi yaxshi bo'lar ekan. Men bu yil 55 yoshga kirdim. Men diniy zotlar va e'tiqodchi ommaga mulozimat qilgandan sirt, atrofimdagilarning orzusiningki ishq oshqanligini ko'rsam, men intayin xush bo'laman. Ishonamanki, bizning bundan keyingi turmushimiz nihoyat yaxshilab ketadi.